Assalomu alaykum. Kivi ko'chat sotayotgandik. Mana nimani o'zimda paydo bo'lgan kividan mana eng kichkinasi 100 mingdan beryapman. Mana Hayward sorti. Bu ham 100 ming. Shular bilan teng changlatadigan erkagiga 150 ming. Eng kichkinalarini narxlari bular. Kattalashgan sari narxi ham kattalashaveradi. Mana ulanmagani. Ulanmagan jinsi noma'lum kivi. Mana aka olyapti mana. Bu ulamachi akamiz. Mana meva qilayotgan kivilar. Mana shulardan olib ulangan. Bularga ham ikkitadan o'zini changlatadigan qilib ulab qo'yilgan. Mana shu daraxt o'zini o'zi changlatib meva qilaveradi. Bitta tanaga erkak urg'ochi qilib ulangan ko'chatlar ham bor sotuvda. Kivileri zo'r ekan. Men nima olasiz kivingizni o'ylang. Olishni boshladim, gapiravering. Men nima olay? Mana kivini o'ylang. Mana kobalt ko'krab beribdi manda. Mana Namangandan kelishdi. Davlat nomeriga. Ana o'zini o'zi changlatadigan qilib ikkitadan ulanganidan 3 ta olishdi, changlatgani erkagiga. Keyin Hayward sortida 12 ta olishdi mana. 12 ta oldi. Xudo xolasa kivi pishgani kelaverasizlar. Yo'q endi. Xo'p, sog' bo'linglar sizlar ham. Sog' bo'ling.